Assalamu alaikum, hürmetlik dostlarım. Bugün biz sizler bilen Uyghur tilida özümüzning ailemiz haqida so'zlashni o'rganamiz. Hammamizning aileleri bo'ldi. Bir adamlarning ailesi kichik, birlarining bo'lsa yo'g'on bo'ladi. Endi mushlarni biz tasvirlashni o'rganishimiz kerak. Men hozir o'zimning ailem haqida so'zlayman. Sizlar bo'lsanglar, mushu misollarni o'zinglarning ailanglar haqida so'zlash uchun qo'llanib ko'ringlar. Mening ismim Sanam. Manga 21 yaş. Mening ailem yo'g'on. Mening ailemde apam, dadam, ukam ve singlim bor. Ata-onamizni Uyg'ur tilida biz apa ve dada deb aytamiz. Agar bizning qarindoshimiz o'zimizning cho'ng o'g'il bola bo'lsa, uni aka deymiz. Agar bizning qarindoshimiz o'zimizning cho'ng qiz bola bo'lsa, uni hada deb aytamiz. Masalan, mening akam yoki hadam yo'q. Agar bizning qarindoshimiz o'zimizdan kichik bo'lib qiz bo'lsa, uni singil deb aytamiz. Agar qarindoshimiz o'g'il bo'lib o'zimizdan kichik bo'lsa, uni uka deb aytamiz. Yana ailega biz bova, mama degan so'zlarni qo'llansak bo'ldi. Endi misollarni qaytlaylik. Mening ismim Manga yash. Yaraysizlar. Endi aila to'g'risida. Mening ailemde bor. Yaxshi, endi aile müchlari haqida so'zlashni o'rganaylik. Birinchidan, men hozir o'zimning ukam haqida aytib o'tay. Mening ukamning ismi Marat. Uningga 19 yaş. U student. U universitetda o'qiydi. Mening singlimning ismi Intizar. Uningga 10 yaş. U maktabda o'qiydi. Mening apamning ismi Rabiyam. Uningga 45 yaş. Apam muallim. U maktabda ishlaydi. Mening dadamning ismi Baxtiyar. Uningga 45 yaş. U doktor. U doktorxonada ishlaydi. Sizlar shunga o'xshash o'z aila muchanlarning ismi, ularga necha yash, kasbining kim ekanligini yoki qayerda o'qib, qayerda ishlaydiganligi haqida so'zlasanglar bo'ladi. Diqqatingizga ko'p rahmat. Endigi videoda ko'rishamiz.